Barchaga salom do'stlar. Bugun Minecraftda bo'lgan top 5 ta hamma kerakli top 5 ta modni ko'rsataman. Birinchi o'rinda hammaga kerakli bo'ladigan hozir hammaga kerakli bo'ladigan mod bu albatta oddiy Minecraftni Java Minecraft qilish. Hozir xo'p, mana bu mod Java xuddi shunaqa chiqadi. Birinchi Java addon activate, keyin shuni desktop awi. Shu o'rinda eslatib ketaman, bu 1.21 ga tushadi. Only 1.17 plus qolganiga tushaveradi. Hozir kutib turamiz va tayyor. Bedrock edishim qol. Qanday hozirgina ancha soniy va o'zimiz yaratib qo'yamiz. Bu yoqlari oddiy bo'ladi, lekin shuna bu yoqqa kirganda mana shunaqa hammada har xil bo'lishi mumkin. Yonlari boshqacha bo'lishi mumkin. Versiyaga qarab. Bu albatta u yoqda o'yinlari ham shunaqa bo'ladi. Endi o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Bu modni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanal описанияda. Mana o'yinga ham kirib oldik. Yo, temir nima doim kreativda kirganda sразу omad keladi. Mana buni ko'rishingiz mumkin. Shunaqa. Mana shunaqa bo'ladi. Lekin versiyaga qarab men bu kiradigan joyda o'zgarishi mumkin. Bu birinchi modimiz edi. Mana menyularni ko'rishingiz mumkin. Oddiy. Sal bug bo'lib qolishi mumkin, keyin to'g'rilab ketadi va bu ba'zilarga yoqmasligi mumkin va o'chirmoqchi bo'ladi. Lekin shuncha qidiradi, o'chirmaydi. Men sizlarga o'chirishni o'rgataman hozir. Xo'p. Bu yoqqa kiramiz. Story mana shunda. Mana Java X ko'ramiz, belki endi shu o'chiravergandan keyin yana qaytadan narsaga Telegramda yuklasangiz yana qaytadan kirsa bo'ladi, lekin ko'pchilik yoqmaydi. Shuning uchun oddiy Minecraftga aylantirib olish mumkin. Turamiz va yana narigisini ham shunday qilamiz va tayyor. Hammada bug bo'lishi mumkin. Bu doim ham yaxshi chiqmaydi va hammada o'zi shunaqa bo'ladi, keyin o'zi to'g'rilanadi. Xo'p. Oddiy bedrock edishingga o'zgaradi. Mana. Bo'ldi. Birinchi modimiz shu. Bu Telegram kanal описанияda kirib o'tib yuklab oling. Bu bizning ikkinchi modimiz, shader modi. Juda hammasi normalniy. Bu hamma telefonlarga o'tadi, osmonlar mana. Xo'p, lekin suv animatsiya berilmagan, sal qimirlab turadi. Ko'rinadi tagi mana shunaqa. Va hozir yomg'ir yog'dirib ko'rsataman. Shunaqa ham qiladimi? Yomg'irda sal animatsiyasi o'zgaradi, mana. Shunaqa. Quyosh chiqayotganda animatsiyalar boshqacha bo'ladi. Hozir unda quyosh chiqishini kutamiz. Mana sizga shader
da normalniy shader. Quyosh chiqishi, quyosh ham dumalar bo'ladi. Sal nurlari unchalik yaxshi emas-u, любой telefon ko'taradi va u 16 plus versiya. 16 dan 21 versiyagacha ishlaydi. Faqat Minecraft patchda yong'in animatsiyalari boshqacha. Shuning uchun patch bo'lsa, kimdir shuni o'tkazib oladi. Agar patch yo'q bo'lsa, men Telegram kanalimga qo'shaman. O'sha shuni mexanika patchni qanday qilishni nimaga qanday patch shunda hozir yangi versiyada bo'yicha shader o'tkazib bo'lmaydi. Shuning uchun patchda shader ochadi. Creeper. Ko'rdinglar, kelar bu shader bu yerda sal boshqacha o'zgaruvchi daraxt yaqinlaydi, yomg'ir emas, osmon. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, bu keyingi modimiz. Bunda sal Minecraft boshqacharoq bo'ladi. Chunki bu Bedrock Eye. Bunda inventlar kirganda, mana bu yerda kompyuterga o'xshagan narsalar bor va bu yerda shunaqa tekshiruvchi bo'ladi. Va bu yerda asosan quyidagi ko'rsatmalarda shunaqa narsalar va bu haligi survivalda ham shuni ustiga bossangiz yasalishni ko'rsatadi. Menimcha hamma buni bilsa kerak. Minecraft'erlar shunaqa qiladi. Bu yerda kun ketadi. Mana yozish faqat bu ham sal Javaga o'xshab qoladi. Lekin Bedrock Editionniki mana o'z holida menyularda sal boshqacharoq o'zgarishlar bor. O'shaning uchun buni ham Telegram kanalimga ikkinchi modimiz. Hop, bunda faqat shuni ko'rsatadi, lekin boshqa narsasi yo'q. Bu seriallar yaxshi. Bunda bunaqa mini kompyuter, lekin bu teleskop ko'radi. Bunaqa xonlari ham bor, mebellari ham bor. Bu Majan Studio shaklida hozir sizlarga mebellarni ham ko'rsataman. Bu yerda hamma mebellar bor. Hop. Hozir yana nimadan ko'rsataman? Texnikalardan şu yerda barcha modellar bor. To'g'risi bu haligi dinamik moddan bu har xil narsalar bor.
Faqat men bu sassiz turmas ekan. To'xib bo'lma o'tirmasdan, lekin boshqalar garlar masalan mana bu kresloma nimadir chiqish ham qiyin ekan. Qachon o'ldiritish kerak? Bu mana o'tirsa bo'ladi. Kichkina o'yla shunaqa.